Uyda yolg'iz misan? Yolg'izlik insonni quritadi. Motivatsiyani nereden alasan? Appangni yeridan olaman. Ota-onang qayerda? Ota-ona qalbda bo'ladi, u suytoy bo'ladi. Pullar nerede turibdi? Pulni nerdaligini bilmayman, pul meni nerdaligimni biladi. Pul baxt olib keladimi? Pulni to'g'ri taqsimlash baxt olib keladi. 7x8. Keyingisi, Yosh bola ekansan, ha? lekin meniki katta. Orzularim. Yaxshiroqda chiqarib qol. Ey amaki, to'g'rimi hozir shu ishinglar? Sepedini. Birovni pulini o'g'irlab, bolalaringga harom luqma yedirasizlarmi? Novshatish kerak. Nos chakish kerak deydimi? Nima deydi? To'g'ri gapi. Nima qilish kerak deyapti? Ana agarodda o't to'lib yotibdi. Shuni uylaylar, men sizlarga naqd sanab beraman. Davay. Chasonlaradi, bilmaysan. Tursunboy aka, uyda hech kim yo'qmi? Ya uyda hech kim yo'qsan, kashi ichyapsanmi, onangni yemayapsanmi? Bular kim? Ha, bular madikorlar, ishlagani kelgan. Ishlanglar, sal toza qilinglar. İşletecek bunu canob kirib? İşletecek menimcha pes ölemesi yuyacak. No. Nazar tushmanglar. Qo'shnim bu nonga kelganda. Tursunboy aka, rahmat. Mayli, och bo'lsin. Sana opan, ne deydi bu? Men erga Ot butini yig'ishda pullar qayerda? nerda? Yalla guruhida chiqqanmisiz siz? Tursunboy aka, siz menga non beruvdingiz-ku. Men sizga lala ko'p keldim. Odamdan yaxshilikka qaytadi. Bo'pti, rahmat. O'sha yoqqa tashlab ket. Lala kuzurda, namlikni saqlaydi, allergiya chaqiradi. Pul nerede pul? Dada? Dedekmesmen ben senin. Oyi. Yo'q, ole. To'g'risini aytsam, dadam bilan oyim meni tashlab ketishgan. Yetimxonaga. O'shandan beri ularning yuzini ko'rmaganman. Shunga siz dada, sizni oyi desam bo'ladimi? Bo'ladi. Dada, Ha bolam. oyi. Yo'q. Ayt yetimaka. Ayting, oyi. Nabi bolam. Sut ichaman. Bormi senda shu? Süt deyapti bu garang. Süt mendan nima qiladi? Ha, o'sha yerdan. Nonni ishlatasan endi. Hey, Zahari qo'shaymi, bolani o'ldiramiz, pul olamiz, ketamiz, bo'ldi. Havo shunday. Olib ketdik davay. Men bolajon suting tayyor. Men mol sutini ichmayman. Ya onangni sutini ichasanmi? Ha, ichaman. Ben bolajon bitta ichib ko'rish. Unaqa shirin mazasi voy uni qara. Ne oldu? Apang öldü.